Assalomu alaykum obunachilar. Bugun yangi bozor sentrdaman do'stlar. Ko'rib turganingizdek, masjidni ro'parasida zaparanni tega ishlab chiqarish ofisine keldim. U satchaq bu yerda birgalikda ko'ramiz. Asosan bu yerda tegani qalbini sotaman deb turibdi, ham bu yerda ishlab chiqarish ham bor. Toza biznes ishlarini qilaman degan insonlar bo'lsa, mana tayyor qalblarimiz bor, sotib oladigan. Zapara, assalomu alaykum. Salom, yaxshimisiz? Jalomsiz. Satchaqsiz bu yerda tushuntirib o'tsangiz. Bunda bu yerda asosan bir noldan ish boshlaman degan bolalar bo'lsa, toza yangi biznes boshlaman degan bolalar bo'lsa, xudo xolasa bizneslarni noldan o'rgatamiz va hozir high tekstillar bilan moda bo'lib turibdi. Shu high tekstillarni ham o'rgatamiz, noldan dizayn chizish ishlarini ham ko'rsatamiz, uyratamiz. Va biznes boshlaman deganlar bo'lsa, chiqib hammasidan yordam etamiz. Asosiy maqsad bu yerda qalblarni quyib berish ishlari ham bor bizda. Shu qalblarni xudo xolasa ko'rsatgan naqshini xudo xolasa quyib berib boramiz. Puli yetmasa yetmaganini keyinchalik ustuna qaysi naqsh tanlasa shu naqshlarni quyib boraveramiz. Aytganimdan tayyorlab berasizmi? Aytgandan tayyorlab beramiz. Xudo xolasa mana to'yxonalarda mana 15 yillar bo'ldi, mana sotib o'tiribmiz. Yang'ozada ko'p to'yxonalarda asosiy biz ishladik. Shu to'yxonaning tiyagalari, boshqa bezak ishlari hammasini noldan uyratamiz, dizayn ham chizib beramiz. Yangi biznes boshlaman degan bolalar bo'lsa, ikkilanib o'tirmasin, kredit olib, boshqa qilib, mol boqaman, boshqa etaman deb o'tirmay, shuni biznesga pul tiksa, Shagird ham olaverasizmi bu yerda? Shogirdimiz bor, bo'lsa yana olaveramiz. Shogirdlarimiz bor. Bekor yurgan yigitlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Pastda telefon nomerini qo'yamiz, telefonlashsangiz zaparam sizlarga javob beradi. Ana shunday tiyagalarda ishlashni o'rgatadi sizlarga do'stlar. Qaranglar, har xillari bor. Necha xil assortiment bor bu yerda hozir? Bunda bu yerda hozir 400-500 ga yaqin bor, hammasini hisoblasak. Bu aytibman, toza naqshlarni ishlab chiqarish muammo emas. Uni xudo xolasa qalblarni o'zimiz pozakaz bo'yicha qo'yaveramiz. 1000 dan ham o'tiramiz, 2000 ga ham yetiramiz. Shu naqsh tanlab YouTube'dan olaman, boshqadan olaman. Naqsh tanlab ko'rsatsalar bo'ldi. Shu ko'rsatgan naqshini to'g'ri shu yerda qalbini bir 3 kunga qo'yib taxlab qilaveramiz, xudo xolasa. Zakaz bo'yicha hammasi. Mana malyachik ustalar 20 yil, даже почти 18 yil bo'ldi asli. Hamma ustalar Yang'ozada sentrda biladi. Endi ko'p yoshlar bilmasligi mumkin, malyarka ishlagan bolalar, biznes etaman deb yurgan bolalar bo'lsa, shularga xudo xolasa qo'ldan kelgancha uyratamiz. Ne yangiliklar bo'lsa, yangiliklarni ko'rsatib boramiz. Va bundan tashqari yana nima ishingiz bor sizning? Bundan tashqari endi fasadni plitkalar ishlab chiqarishimiz ham bor. Xudo xolasa hozir videoni oxirigacha ko'ring, oxirida xudo xolasa ko'rsatib boramiz sizlarga. Hozir izni qo'shib video etsak, fasadni plitkalar ishlab chiqarishimiz ham bor. Gilam yuvish sexlarimiz ham bor. Ulardan hammasini tashkillashtirib beramiz, xudo xolasa. Videoni ko'rib boringlar, maksimalni shu yaqin do'stlaringizga tashlab qo'yinglar. Bekor yurgan yigitlar bo'lsa, kelinglar do'stlar, ish bor mana sizlarga ajoyib. Kuchingizni va vaqtingizni tejang deb qo'yibdi do'stlar. Hurmatli obunachilar, videoni davomini gilam yuvish sexina keldik. Shöyle ko'rsatib o'tamiz endi do'stlar. Mustafa gilam yuvish xizmatına keldik. Bu yerda gilam yuvasiz. Bizda gilam yuvish apparati asosiy eng katta razmerlarga mo'ljallangan bu gilam yuvish apparatimiz. 5,5 metrlik bo'lgancha uzuni 15 metr, 5 dan ziyod 15 metrgacha bo'lgan gilamlarni yuvib bilamiz. Eng katta razmerdagi gigant xili gilam yuvish apparati. Uzunligini o'zingiz ham ko'ringlar. Katta apparat. 3x2 lik gilamlarni 2dan 3dan samaga tez yuvmaga vaqtimiz yetarli. 3 fazlikana? 3 fazla va Nereden uç beceriz? Bu yoqda asosiy rotorda yuvish ishlarimiz bu yerda yuritiladi. Bundan uç beceriz? Bunlar asosiy chang qog'ilgandan keyin so'ng ichkariga kirib gilam yuvish boshlanadi. Birinchi asosiy shudan boshlanadi. Asosiy shudan boshlanadi. Changni qog'asiz, changni qog'iladi 2-3 marta, keyin ichkarida rotorda yuviladi. Yuvilgandan keyin so'ng quritishga beriladi. Quritishga berilgandan keyin so'ng gilam shuni 5-10 minut ko'chaga yoyib ozgina so'riqtirib olinadi. Keyin yoqda qurt neda qaqiladi, changni olinadi, bu yerda yuviladi. Keyin bu yoqqa o'tiladi. Bu
Quritib berish uchun. Sentrifugada havo ichkari quritiladi. Keyin undan chiqib, mana gilam yoyadigan joylarimizda, mana gilam yoyadigan joylarimiz bizda yetarlicha. Bir 200 kvadratda mana bu yoqlarimiz ham mana gilam yoyadigan joylar. Shammasini xudo xolasa shu yerda dastavka xizmati ichida berisi 1 soat 2 soat ichida. Qancha vaqtda quriydi bu? Quritishi 15 minut. Yo'q, ay. Yuvilgandan keyin 15 minutda quritib, Qishdan ham yuvaverasizmi? keyin 24 soat yil 12 oy bizlarda yuvish bor. To'xtamaysizlar. To'xtash yo'q. Ha. Mana bugun ham yomg'ir jalli yog'di bo'lsa. Ocham mana hozir bu yayilgandan keyin ichga yana chiskalanmay kiradi. Qaytadan pardazandoz qilinib chiskalanadi. Bizdan sizga qaraydimi? Biza hozir Arenda arenda bor. Arenda. Sotmaysizmi bu apparatlaringizni? Bu apparatlarda ko'limizda narxda beraton Odam bo'lsa bo'lsa sotasiz. sotamiz. Ha. Ko'limizda narxda beruvchi odam bo'lsa sotamiz. Shu turish qalasa shuni o'zida ishlaysiz. Shu yerda o'zida to'g'ri ishlatib ketaveradi. Tayyor biznesda ham arzon, tayyor biznes va oluvchi bo'lsa sotamiz. Shuning uchun biz ham bir 2-3 tochka ochyapmiz boshqa yerda. Xalasa buni, xalasa boshqasini ham sotaveramiz. Xalasa uyinda olsin, xalasa yo'q shu yerda ishlatamiz, tayyor. Hamma o'zingiz bilan tashlab ketasiz. Hamma o'zi bilan Kelishdi. tashlab ketamiz. Boshqa yerda 1-2 biznes ochyapmiz va shuning uchun buni sotish planimiz bor. Agar obunachilar ko'rib turganingizdek tayyor biznes hali olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bemalol hamma narsasi tayyor holatda turibdi. Qo'lingiz bo'lsa oberasizlardan shug'ullanaverasizlar. Buni fasadni plitkalar ham chiqarib turibmiz. Buni agar qiziqqanlar bo'lsa, fasadni plitkalar har xil turda qalblari bilan bom sotilaveradi. Buni razmeri bir xilmi? Razmer har xil mana. Har xilmi? Ulug'lik kichiklar har xil razmer, fasadni plitkalarimiz. Mana qiziqqanlar bo'lsa, bu ham sotiladi. Bu kvadratini aytsa Ko'proq kerak deganlarga zakaz etsa quyib beraveramiz. Hamma sharoit bor ish qilib. Pulni kelsak, qalban quyib beraveramiz. Sotaveramiz. Yo'q g'ishtdan kerak plan kvadrat desa, uni ham quyib beraveramiz. Shu hammasi ichida hamma sharoit bor. Mana adresi nerede deb so'raganlar uchun Bosqala yo'l bu, mana Urganchga Gullan ketadigan yo'lda ustunda mana da bayrog'imiz bor. Shuni yonida bankomat apparatlari bor. O'zi yo'lda ustunda yozib ham qo'yibdi Mustafa Gilim yosh xizmati deb. Kelaverasizlar. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol gilamlarni yuvib berasizlar. Xalasangiz bu yerda apparatlarni sotib olsangiz ham bo'ladi. Pastda telefon nomerlari bo'ladi. Qiziqsangiz telefon gaplashinglar. Joningiz omon bo'lsin, sog' bo'lasizlar.